Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana O'rta Chirchiq rayoniga keldik. To'ytepaga yaqin joyda mana bir uyning 8 sotik joyi bo'lib sotiladi ekan. Shunga hozir men shuni videoga olib qo'yay dedim. Mana 8 sotik ekan, polniy parnik qilingan. Mana parvo otopleniyasi ham bor, pechkasi ham bor. Xolang buzib uy quring, xolang kelib foydalansangiz ham bo'ladi. Buning egasining vaqti yo'q unga. Shuning uchun bu hozir mana shunaqa ahvolda turibdi. Lekin hamma nimasi tayyor. Faqat plyonka yopadi, bo'ldi. O'shanda 8 so't bo'lganda mana molxona, boloxona hammasi o'shanga kirib ketadi. Mana trotuar, mana trotuardan mana past tomoni sotiladi. Men narigi tomondan sekin olib ko'rsataman hozir mana. Mana shu trotuardan mana bu yog'i sotiladi. 8 so't ekan. Mana kimga qiziq bo'lsa, To'ytepaga, Nurafshon shahriga где-то men taxminimcha где-то bir 15 kilometr bor. Men taxminimcha. Mana ko'rib turibdi. Ограждение qilingan mana shlakoblokda mana. Shlakoblokdan полный круговой ограждение qilinib, mana tayyor mana. Pechkasi ham bor mana. Katyoli. Mana полный mana. Ko'rinishi mana shunaqa mana. Parvo otopleniyasi qilingan mana. Ko'rib turibdi. Servis qilish uchun mana bu yerda mana hali qilingan mana. Ko'rib turibdi o'zi. Mana tepasi mana ikkinchi ichkari qavati ikkinchi. Mana bu yerdan issiq suv yuradi mana. Yomkisi ham bor ekan. Mana. Mana uzun molxona, qo'yxona, tovuqxona, qulochkam hammasi qurilgan, lekin egasi bunga ishlatmagan. Chunki vaqti ham bo'lmagan. Shuni uyning 8 sotik joyi bo'lib sotsammi aka dedi. Bo'ladi, kimgadir kerak bo'lsa telefon nomerini pastga yozib qo'yaman. Mana Mana 8 sotik. Narxini tak $40,000 deyapti. Lekin to'g'ri endi kelishtirib beradi. Mana shu trotuardan past tomoni. Oldindan teplitsa bo'lgan, necha yillardan beri shuni ishlatmaganmi, shunaqa. Uyning o'sha 8 sotik joyi bo'lib beriladi. Kimga kerak bo'lsa, bemalol telefon qilaversin. Adresimiz Xalqobod mahallasi deydi. Xalqobod mahallasi. Nurafshon shahriga 15 kilometr. Telefon nomerini nima qilaman, qo'yaman. Bemalol telefonlashaversangiz bo'ladi.